Xitoydagi yuk avtomobil şoförləri keng ko'lamli ish tashildi. Uyg'ur nidasi Tor radiosi xabari. Xitoyning ijtimoiy uchur vositalarida tarqatgan uchurlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Shandong o'lkasida boshlangan yuk avtomobil şoförlarining birdek ish tashlash natijasida butun Xitoy o'lkalarida 30 milliondan ortiq yuk avtomobil şoförlari birdek ish tashlagan. Xitoy tajovuzlarining paraxo'rlik natijasida maydonga kelgan adolatsizlik tuzumlariga chidayolmagan har qaysi o'lkalardagi yuk avtomobil şoförlari 8-iyundan boshlab keng ko'lamli ish tashlagan. Aslida 12-iyunga planlangan bu harakat muddatdan burun boshlangan. Ish tashlag'uvchilar may bahasi va yo'l haqining to'xtamay o'rilishi, maoshining tuvan bo'lishi, qatnash soqchilarining qalaymaqan jarimani qo'yishi qatorliq ahvollarga norozilik bildirgan hamda hukumatning darhol inkos bildirishini talab qilgan. Ko'p qism o'lkalarda tangli boshlangan bu harakat Xitoy tajovuzlarini aloqasida qilayotgan bo'lib, bu xabarning tarqalishini cheklagan va amonlikni saqlash uchun alohida qismlarni harakatga keltirgan. Namoyishmi dal Xitoyning Qingdao o'lkasida ichayotgan Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'ini vaqtiga to'g'ri kelgan. Xitoy tajovuzlari bu yig'inning bexatarligi uchun og'ir tipdagi qurollarni yutkab hamda butun Qingdao shahrini muhosaraga olgan edi.